Assalomu alaykum. Kreditga mashina ola ko'rmang. Agar qo'shimcha daromadingiz bo'lmasa, kreditga mashina olish tavsiya etilmaydi. Kreditga yangi mashina oldingizmi, hech qancha o'tmasdan ta'mirtalab bo'ladi. Bu esa kredit, oila va boshqa xarajatlar bilan birgalikda katta moliyaviy bosim yaratadi. Agarda kredit to'lagani qiynalib mashinani sotmoqchi bo'lsangiz, aynan ushbu mashinangiz krediti sababli mashinani ancha arzonga sotishga to'g'ri keladi. Toshkentga borib Yandexda ishlayman deb bormoqchi bo'lsangiz shoshilmang. Avval o'z viloyatingizda litsenziya qo'lingizga oling. Litsenziya olgandan so'ng Toshkentga borishni tavsiya qilaman. Nega litsenziya bilan? Toshkentga borib taksometrda yoqqaningizda litsenziyangiz yo'q sababli ancha past tariflarda Yandex buyurtma beradi yoki umuman tariflaringizni bloklab qo'yadi. Litsenziyam bor-ku deb yo'l harakati qoidalarini buzishni tavsiya qilmayman. Jarima to'lashga yoki bo'lsa uni bekor qilishga o'zingizning vaqtingiz ketadi yoki vaqt yo'qotasiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi videolarning hammasiga ham ishonmang. Taksopark va Yandex foizini, stavkalarini Taksopark tomonidan foizlarini o'zgartirish mumkin. Bu bilan ijtimoiy tarmoqlarda foiz ham stop ekan daromadga qo'shilib, katta miqdorda summa ko'rsatishga sabab bo'ladi. Yandex ishlash uchun qaysi taksoparkka ulanish kerak? Tajribali va ishonchli, ko'p yildan beri ishlayotgan shu o'z viloyatingizdagi taksoparklardan biriga ulanishni tavsiya qilaman. Ko'p yillik taksoparklarni qayerdan bilsam bo'ladi deb savol bo'lishi mumkin. Endi taksiga chiqayotgan akalarimiz, ukalarimiz asosan eski taksoparklar o'ziga ishongani uchun 2-3% taksopark xizmati bilan ishlaydi. 1% taksoparklar odatda yangi ochilgan yoki shu mijozlarni o'ziga biriktirish uchun 1% ishlayotgan bo'lishi mumkin. Bu bilan u taksoparklar yomon demoqchi emasman. Balansingizda ko'p pul to'plamang. Agarda mabodo servis xizmatlariga amal qilmagan taksopark bo'ladigan bo'lsa, siz ushbu balansingizdagi pulni yo'qotishingiz mumkin. U bo'lsin 10 ming so'm, u bo'lsin 500 ming so'm. Hech bir bo'lishidan qat'iy nazar, u pulni qaytarib olishning imkoni bo'lmaydi. Ushbu video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Ushbu videoni kerakli do'stlarimizga yuborib qo'yamiz.